Bu zinapayamiz haqida inshaalloh qisqacha Allohning izni bilan harakat qilamiz. Razmerlarimizni tushuntirib o'tishga, zinapayamiz haqida to'liq ma'lumot berishga. Stupenkamizning balandligi 15 sm dan oyoq qo'yadigan mana bunaqasi esa 28 sm, zinapayamizning kengligi esa 1.20. Stupenkalarimizning soni obsho 18 ta stupenka tushgan. Ko'rib turishingiz mumkin. Zinapayamizning tak tomoni ham, ya'ni zerkalniy ko'rinishda, oyna ko'rinishda tak qismi ham zinapayali. Oraliq kengligi 15 sm bo'lgan, 14 sm. Bunaqasi esa 28. Ustamiz glavniy rolda Abduqahhor doimgidek shu yerdalar. Qisqacha ma'lumot aytib o'tamiz. Zinapayni iloji boricha maydaroq qilaverish kerak. Sababi keyinchalik chiqdi tushdagi osonroq bo'lish uchun. Mana hozir nariyot tomondagi zinapayni buzib, bunga maydalar stupenka qilyapmiz, maydaroq zinapayni qilyapmiz. Sababi balandligi bo'lib qolgan. Shuni hisobiga hozir maydaroq qilyapmiz zinapayasini. Taxtalarimiz eski. Shu yerda o'zimizdan ishlatgan yog'och apalkalarimizni qaytarib ishlatyapmiz. Rim kolonnasini bitkazganmiz. Birinchi etajligini, mana altini ham, regelini ham bitkazganmiz. Inshaalloh hozir ikkinchi etaj bilan uchinchi etaj oralig'idagi apalkasini boshlaganmiz. Mana xuddi shunaqa mana altini. Bu esa balkonimiz. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa balkonlar xizmatlari kerak bo'lsa, opsiya telefon nomerimiz bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Biz tashqari zinapayasini ham qilib olganmiz. Bu esa oddiy fasondagi ko'rinishdagi zinapayamiz. Bu yoqdan chiqib, bu yoqdan tushish. Bu zinapayamizning ham tagi zigzagligi bo'lgan, ya'ni oyna ko'rinishda. Tag qismi ham. Stupenkalarimiz 15 sm bo'lgan balandligi. Bunaqasi 30, 29, 28 iloji boricha harakat qilyapmiz, joyiga qarab tushirib berishga. Bu 1 sm, yarim sm rol o'ynamaydi, 28, 29, 30 rol o'ynamaydi unchalik. Lekin 10 ta stupenkada 2 sm dan bo'lganda ham 20 sm joy ekonom bo'ladi. Fasadni zinapayasi ichkariga 3 tasini olganmiz. 3 ta tashqariga. Mana plashatkalarni qo'yganmiz. Rim kolonnalari. Bu yo'q ham xuddi shunaqa. Buni ham anaqasini quyib qo'yganmiz. Mahmudjon. Menga qarab-ku. Mana shogird. Ichkariga zinapayasi bu. Birinchi etajdan, holdan ikkinchi etajga chiqadigan основной glavniy zinapaya shu. Zinapayamizni ko'rishingiz mumkin. Oysimon ko'rinish shaklda chiqqan. Buni ham balandligi. Buni balandligi 14,5 sm, buni balandligi 14,5 sm bo'lgan. Shunaqa. Mana altini qo'yganmiz. Oysimon qilib. Bu ham tagi o'sha zinapayali, zigzagli, oynasimon ko'rinishda.
hali uborkaga ulgurmadik. Uborka qilib negativ bir pastda yozishinglar shart emas. Uborka bunaqa deb. Bu podvol zanapoyasini qilganmiz bu yerga. Podvolni ham ko'rishingiz mumkin. Mana esa shu birinchi etajdan ikkinchi etajga chiqish zanapoyamiz. Bu yoqda esa shu yerda oysimon dumaloq ko'rinishda shakl ochganmiz. Tepa tomondan ko'rsatamiz, o'tishga harakat qilamiz albatta. Kimgadir tepa tomondan ko'rinishi qiziq bo'lsa, shunga o'xshash zallaringni, hollaringni bo'lsa, tepa tomondan ham ko'rsatib o'tamiz albatta. Bu zanapoyamizning yon tomondan ko'rinishi. Tepa tomondan ko'rinishi zanapoyani. Xuddi shunaqa bo'lgan zanapoyamiz. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat. Vaqtingizni ayamasdan bizani tomosha qilganingiz uchun, e'tiboringiz uchun. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash shirin kalomlar, balkon yoki mana menga o'xshagan zanapoyalaringni, xizmatlaringlar bo'lsa, описание telefon nomerimiz bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh ko'rib turishingiz mumkin ishimizni. 100 dan 100 kачествоsi dahshat deb javob bermayman. Parvardigor, hammaning ham o'ziga yarasha aybi bu. Chornovoy biton bu. Qanaqadir joylarda salmondorroq bo'ladi bizatini. 100% mana ishim ideal unaqa deb katta javob qo'ymaymiz, lekin inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Chiroyli qilib bitkazib berishga. Mana esa podvolni zanapoyasi. Xudoga shukr. Hech kim halini olmagan. Mana bu tabiatga necha baho berasizlar? Endi tabiatni qo'yaverasizlar. Yonimizda Adirliq. Angren Dokent degan joydamiz hozir. Institutning kollejimiz bor ekan, shuni tepasida. Mana zanapoyasini oldinroq qilgandik. Bu yoqdan shundan pajarniy xodga. Zanapoyasini o'zi kecha ustalar kelib perelalarni o'rnatib, kraska qilib ketishdi. Bu yerda plashatkasi bor. Bu yoqqa esa to'g'ri prama ketaverasizlar. O'sha yoqqa qarab. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat. Yana bir bor sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshilikda ko'rishaylik.